Chinnigul yallig'lanishga qarshi, viruslarga qarshi antiseptik va tonusni oshiruvchi ta'sirga ega. Tibbiyotda u keng qo'llaniladi. Chinnigul efir moylari tarkibidagi fitonsitlar hasharotlarni haydaydi, zararli mikroblar o'sishini to'xtatadi, zamburug'larga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Tarkibidagi alkaloidlar bakteriyalarni o'ldiradi, gijjalarga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Barglari va ildizdagi fitonsitlar zararkunanda hasharotlarni haydaydi, tuproqni gijjalardan va zararkunandalardan tozalaydi, yerning korroziyalanishga qarshi ta'sir ko'rsatib, unumdorligini oshiradi. Chinnigul efir moylari kuchli asab tajangligini bo'shashtiruvchi ta'sirga ega. U tinchlantiradi va og'riqlarni qoldiradi. Chinnigul tarkibidagi flavonoidlar antioksidant, ya'ni yashartiruvchi va qon ivishini kamaytirish xususiyatlariga ega. Qilt tomirlarning mo'rtlashishi va o'tkazuvchanligini kamaytiradi. Moddalar almashinuvini yaxshilaydi. O'simlik ter, o't va siydik haydaydi. Nafas yo'llaridan balg'am ko'chishni osonlashtiradi. Shishlarni kamaytiradi. Jigar, oshqozon osti bezi ishini yaxshilaydi. Chinnigul gullardagi karotinoidlar, jumladan lutein, yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega. U katarakta bilan kasallanish xavfini pasaytiradi, ko'z o'tkirligini tiklaydi. Lutein yuqori haroratda parchalanishi bois chinnigul moyidan yoki ozroq suvdagi tindirmasdan foydalanish mumkin. Gullarning suvdagi tindirmasi ko'zga tomizladi. Tish og'rig'i, og'iz bo'shlig'i kasalliklarida tindirma bilan og'iz, tomoq chayiladi. Tindirma ichilganda balg'am oson ko'chadi, gijjalarni o'ldiradi. Chinnigul gullarining yog'dagi tindirmasi teri kasalliklari, psoriaz, neyrodermitlar, vitiligo va boshqalarda sirtda qo'llaniladi. Chinnigul guli yangi yoki quritilgan holda ham ovqatga ziravor sifatida ishlatiladi. Yuqori haroratda barcha mikroelementlari va foydali moddalarni saqlab qoladi.